Məxfi urush. Avtori Robert Spalding. 9-cı bab ul müəssəsə quruluş arqılıq dunyaga xo'ja bo'lish. Ul müəssəsələr bir cəmiyyətning normal aylanışida kam bo'lsa bo'lmaydigan asosdir. Xitoy tosh yo'l, temir yo'l, elektr stansiyasi va telegraf supullarını yasashdan iborat ul müəssəsə qurilishlardan bo'lg'usi ittifoqdoshlari shundaqla raqiblari ustida nupuzga ega bo'lishdiki oddiy, ziyonsiz, ammo kuchlik qurol sifatida foydalanyotidi. Ul müəssəsə degan so'zdagi ul so'zidan ko'rinib turganidek jamiyatni tashkil qilgan bu asosiy tarkiblarni ko'pincha hollarda ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan, kundalik turmushda bularning mavjudligini his qilgili bo'lmaydigan bo'lg'achqa, bular osonla diqqat qilishga arzimaydigan odatdagi narsalardek tuyulib qoladi. Oddiy puhralar gaz turbinlarining bexatarligi, tosh yo'l yoki avraz yo'li sistemasi qurilishiga ketadigan xarajat yoki buning mo'yimligi va yoki dengiz qatnashini kimning kontrol qilishi yoki yiroq joylarda biror portga ega bo'lishning ahamiyati qatorliqlar haqida kalla qatirib yurmaydi. Lekin mazkur sistemalar bizning mavjudligimiz uchun favqulodda muhim. Bu sistemalarning umumyuzlik yoki qisman vayron bo'lishi darhol ofat xarakterlik oqibatlarga sabab bo'ladi. Xitoy o'zining davlat ichi ul muassasa qurilishiga yuksak darajada e'tibor beradigan bo'lib, ular eksport qiladigan mallarni to'shishda ishlatish uchun cho'ng tipdagi favqulodda portlarni yasayotidi. Shundaqla oldimizda bayon qilingandek, Xitoy yana iqtisodning eshishini g'idiqlash uchun g'arb davlatlari Xitoyga solgan g'oyat zo'r mablag'lardan foydalanib, tannarxi necha milliard dollarga yetadigan odamizotsiz shaharlarni barpo qilyotidi. Lekin ul muassasa qurilishlari o'z navbatida yana Xitoy kompartiyasining chet el siyosatidagi eng og'dirmichi taktikalarning biridir. Darvaqa Xitoyning iqtisod jihatda qiyin ahvolda qolgan davlatlar uchun tosh yo'l, temir yo'l, port, elektr stansiyasi va telegraf sistemasi yasab berishi ularni mazkur yordamdan manfaatlantirguchi davlatga emas, balki uning atrofidagi davlatlarga ta'sir ko'rsatish va tizginlash imkoniyatlariga ega qiladi. Chunki transport mallarning chegirdan kirish chiqishini tizginlashning ochqichidir. Xitoyning ul muassasa urushi balki uning cheklimsiz urushlari orasidagi eng nozuk va eng ziyonli bo'lishi mumkin. Gerçi Xitoy kompartiyasi har doim buni ikkala taraf teng manfaatlanadigan hamkorlik deb pardozlasimi, lekin uning adaqi muddasi ul muassasa qurilishlarini yemchiq qilib turib, qarshi tarafni indakka keltirgandan keyinla abdi bashirisini oshkorlashtir. Ya'ni Xitoy oldi bilan qarshi tarafga ul muassasa qurilishlari jihatda yordam berdi. Ammo bu sistemalarning to'liq kontrollik huquqini hargiz talto'kis topshirib bermaydi. Aksicha bularning tizgini Beijingning qo'lida bo'ladi. Xitoydagi odamsiz shaharlar 2017-yili Amerikadagi eng sarxil transport mutaxassislaridan biri Pensilvaniya Moran transport guruhining bosh ijroiya amaldori John Moran Nyu-Yorkka berib, Yevropadagi ma'lum bir cho'ng tipdagi binokorlik guruhining xo'jayini bilan tamoq yegan. Mazkur shirkatning xo'jayini 400 million dollar qimmatidagi taraqqiyot turining ahvolini ko'zdan kechirish uchun Nyu-Yorkka kelgan edi. Ular bilan birga g'izallanganlardan yana dunyodagi eng cho'ng bankining uy mulkka mablag' selish bo'limining direktori bor edi. Moran bilan banka direktori tezli ichakishib ketgan. Hatto o'tmishda qo'shni bo'lib baqqanligini, nurg'un o'rtaq do'stlar borligini bayqashgan. Bu yangi do'stning yosh turibla kasbda shuncha zo'r utuq qozonganligiga maslaga kelgan Moran uningdan "Men shuningga to'limi qiziqaman. Sizdek yuqori o'rindagilarning andish qilgan ishlari bormi?" deb so'ragan. Yosh bankir ikkilanmasdilla "Shundaq birsi bor" deb javob bergan. Nima u? Xitoy. Nemishqa?
Bizning bankimiz shundaqla g'arbdagi boshqa cho'ng banklarning hammasi Xitoyning uy mulk sohasiga necha 100 milliardlab mablag' selivatdi. Ammo biz bu pullarni qanday qaytarib kelishni bilmaymiz. Men har oyda Xitoyga 10 kunlik komandirovkaga chiqaman. Har qatim Xitoydan qaytib kelganda besimim oldingi oydagidan kuchayib ketadi. Moranmo Xitoyning nurg'un joylariga berib baqqan. Uning shirkati xalqaro transport sohasining sarkisi bo'lib, davlat halqigan nurg'un shirkatlar bilan hamkorligi bor ekan. Moran o'zini tijorat va pul muomala ishlariga ravris ipim bor deb o'ylaydi. Ammo ummo yosh bankir bilan bo'lgan shu qitimliq suhbatda ko'zi ichilib qolganligini e'tirof qilmay tura olmagan. Moran 2008 yılı başlanğan pul muamele krizisiga taqobil turish uchun yordam mablag' ajratish loyihasini nazarda tutgan holda shundaq deydi. Odatdagi amerikaliklar har oyda 8 milliard dollarlik miqdorlashtirib bo'shtish mablag'i Amerika iqtisodiga kirib turdi deb qaraydi. Ammo bu pullarning ko'p qismi g'arb davlatlaridagi banklarga kirdi. Andın mazkur banklar bu pullarni Xitoyning har qaysi banklariga qarz berdi. Amaliyotda bu pullarning ko'p qismi Xitoy banklarining vositasi orqali Xitoydagi xususiy korxonalarga qarz beriladi. Ular ana shuningga tayanib zo'r miqdorda qurilishlarni salolaydi. Moran yana 1950-yillari Amerikaning davlat ishchi iqtisodiy jo'sh urib rivojlanib, import, eksportga tayanmaydigan holatga kelgan chog'dagiga o'xshash Xitoy Kompartiyasining tamoman mustaqil iqtisodiy gavda barpo qilish orzusi bor. Xitoy hukumati tamoman o'ziga taalluq bo'lgan bekik iqtisodiy gavda barpo qilishni planlamoqda deydi. Moranga ko'ra, Xitoy mazkur nishonga yetish uchun nurg'un yangi shaharlarni barpo qilishga boshlagan bo'lib, bundaq shaharlarning soni 120 ga yetadi ekan. Bu shaharlarning ko'lamining Filadelfiyaning 2 hassiga to'g'ri keladiganligini, nurg'unlarning Nyu-Yorkdan cho'ng ekanligini tasavvur qilib beqing. Bu odamni cho'chitadi, deydi Moran. Bu xil shahar qurilishlarining qanchalik shiddatli elib berilayotganligini tushunish uchun yana bir misolga qarab baqayli. 2012 yildan 2014 yilgacha Xitoyda ishlab chiqarilgan va qo'llanilgan betonning miqdori Amerikada 1900-yildan 2014-yilgacha bo'lgan 100 yildan ko'proq vaqtda ishlatilgan betonning umumiy miqdoridan ko'p. Buning uchun Xitoy xalqaroliq bozordan mablag' to'plagan va Wall ko'chasi bu to'lqinga boshlamchilik qilgan. Natijada dunyo miqyosida qurilishchilik qizg'inligi qo'zg'algan. 2018-yili Moran Xitoyga berib, ko'z oldidagi manzarlardan hang-tang qolgan. Yuqorida bayon qilganimizdek, yosh bankir qaytarib kelolmaslikdan qo'rqqan necha 100 milliard dollar pul ichida hech kim yo'q osmon palak binolar, turalg'u binolari va zavod holatida Moranning ko'z oldida zahirlangan. Odamizodsiz ul muassasa qurilishlarining ko'lamining zo'rligi kishini hayron has qoldiradi. Mashina haydagach dalalarni aylansangiz, ko'zingizga Filadelfiyadan cho'ng shaharlar ko'rinadi. Kash kirib ketgan bo'lsa-mu, bu shaharlarda birmi chiroq yo'rtilmagan. Chunki shaharda odamizoddan asar yo'q. Boshqalar bu shaharlarni alvasti shahar deyishidi. Lekin o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda rostla ko'zlaringizga ishonolmay qolsiz, deydi Moran. Moranning aytishicha, u ko'rgan ba'zi odamizodsiz shaharlar yili ham kengaytilayotgan bo'lib, qarg'anlikki yerda egiz binolarni selishda ishlatayotgan krallarni ko'rgili bo'ladi. Meni kutib olgan sohibxondan nemishqa bu qurilishlar to'xtamay davomlashidi? Bu 120 qavatlik binoga ko'chib kirdigan shirkatlar qayerda deb so'rsam, ular javob bergil unimidi. Ular bu to'g'risida gap qilishni xohlamaydi, deydi u. Moran yana Shenzhen shahrining g'oyat zo'r yosimchilik markazini ziyorat qilgan. Ular Moranga 2 mil kenglikdagi sun'iy ko'lni ko'rsatgan. Ko'lning atrofi tamoman chas shaklda kesilgan granat toshlar bilan qo'rshalgan. Shundaqla bir vaqtda 10 ming odamni sig'dira oladigan granat toshdan yasalgan usti ochiq tomoshabin supsi bor edi. Atrofda yana
LED chiroqlar, muzikalar qo'yilib turadigan yangratqular, ko'zni qamashtiradigan manzarlar va ko'lni cho'rdab yasalgan silkinishga chidamliq yugurish yo'li bor edi. Bu taraqqiyotlarga va ko'lni cho'rdab silingan 550 million kvadrat futluq A darajalik ishxona rayoniga to'limu masliga kelgan Moran yenidagi sohibxondan nimaga qarayotganligini so'ragan. Qarshi taraf bu bizning kelgusidagi texnika bazamiz, ya'ni o'zimizning kirimni jilg'isidir degan. Ayni chaqda u rayonning 95%da odam yo'q edi. Lekin Moran bu yerdagi safarni oyoqlashtirgandan keyin ashu odamizatsiz butun shahar aqliy mulk sohasini taraqqiy qildirish uchun barpo qilingan ekan degan ta'sirotga kelgan. Ammo Moranga sohibxonlik qilgan kishining nazarida bu yerda deyilayotgan aqliy mulklarning nurg'uni aniqla g'arbdan o'g'irlangan bo'ladi. Bu shaharlarning boshqalarning mahsulotlarini taqlid qilib yasaydigan Xitoy zavodlaridan hech farqi yo'q edi. Farqi bor deyilsa, boshqa zavodlarda odatdagi tovarlarning saxtasi yasalsa, bu yerda yuqori texnikalik, raqamlik mahsulotlar taqlid qilib yasaladi. G'arbning necha milliardlagan mablag'ini sarf qilib barpo qilingan mazkur odamizatsiz shaharlar qandoq obodlashtirildi va qandoq tapovat qiladi. Binolar hali ham quruq turayotgan ahvolda shaharlarni inson o'ltirg'idek holga akilish uchun texmi ko'p bino silishning, texmi ko'p tosh yo'l, texmi ko'p elektr muassasasi va turbi yo'llarini yasashning nima ahamiyati bor? G'arbdagi mablag' solg'uchilarga har bir uy $100,000 setiladi deyilganligini faraz qilib baqayli. Bu Xitoydagi fuqarolarning yillik o'tirchi kirimi $750,000 deb mo'ljallanayotgan bir davlatga nisbatan intayin yuqori bahodir. Xitoy fuqarolarining bu xil ojiz setib olish kuchiga millionlagan, ba'zi mo'ljallarga ko'ra 64 million yurish uyning, shundaqla necha milliard kvadrat fut ishxona rayonining va zavodlarning quruq turayotganligi qo'shilsa, erkin bozor muhitida ta'minot ehtiyoj orasidagi bu qadar zo'r tangpungsizlik uy mulk bahosining shiddat bilan tuvallishiga sabab bo'lishi kerak. Xitoydagi bu xil chekdan oshirib bino silish ahvoli zodi qanchalik ig'ir? Amerikadagi ayol va bolalarni o'z ichiga olgan barliq kishilarni Xitoydagi quruq turgan ashu 64 million yurish uyga ko'chirsa, bu uylar yetib ishib qoladi. Lekin Xitoyda uy bahosini hukumat tizginlab turadigan bo'lg'achqa, baho hali ham o'zgarmay turmoqda. Moranning qarashicha, necha 10 million yurish uy setilmay turg'achqa, xususiy uy mulk savdogarlari bu uylarni bankaga raniga qo'yib, ulardan qarz oladi. Ondan Xitoy bankalari bu uylar orqali g'arb bankalaridan qarz oladi. Bu xil ahvolda bu odamizatsiz shaharlarning qurilishi uchun Xitoyga to'xtamay mablag' solgan g'arbliklar eng oxirida qattiq ziyonga uchraydi. Balki ular har bir dollarda 80 sent ziyon tortishi mumkin. Bu ajoyib ig'ir ziyondir. Moranning qarashicha, bu g'arbdagi pensiya fondiga o'xshash mablag' solg'uchi apparatlar uchun ichinishli saboq. G'arbning bank sistemasi uchun ajallik zarba bo'lishi mumkin. Lekin Xitoy tarafda bo'lsa, uy mulk savdogarlari yanala asli bahosidan 20% tuvan bahoda ashu 64 million yurish quruq uyni o'z qo'lida tutib tura oladi. Bu vaqtda Xitoy hukumatı xususiy uy mulk savdogarlarining va Xitoy bankalarining bu uylarni arzon bahoda setishiga yo'l qo'ysalar, millionlagan Xitoy xalqi bu uylarni setib olish imkoniyatiga erishidi va odamizatsiz shaharlarni obodlashtirdi. Ya'ni Xitoy kompartiyasi g'arbni ziyon tortqizib, millionlagan Xitoy fuqarosini uyga ega qiladi. Undaqda yangi ko'chib kirgan uylarga nimalar lozim bo'ladi? Albatta, to'qliq o'choq, duxovka, to'nglatqu, qoch yuyish mashinasi, kir olg'u, quritish mashinasi, chiroq, ustal, yangratqu, gilam, kitob ishkovi, televizor,
kompüter degandek sanab tügetkili bolmaydigan aile üskünleri lazım boludu. Şundaqla bu yeni şekillengen cemiyet yana doktorxana, mektep, soda saray, zavod, işxana binaları qatarlıq ul müesseselerge muhtaç boludu. Şunun üçün aile binalardan ibaret ul müessese barpa qılınsıla, gerçi bu g'arb davlatlarının gayet zor ziyni bedeliga tamamlangan bolsumu, Xitayning bu adamizatsiz şehirleri Moranning aytqanidek birdilla Xitayning sanoatini qaytadan gullantiradigan, ularni mustaqil iqtisodiy gavdaga ega bo'lishdan iborat nishonga texmi yaqinlashtiradigan katalizatorga aylana oladi. Davomi bor. İngilizcedən tərcüm qıyğıcı Hikmətyar İbrahim. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 19-cı sanıdan elindi.